Nima qilyapsiz usta bu? Ko'rmayapsam qara, egri-da. Egri terilganda. Ha, o'zingiz terganku biz buni qanday egri bo'ladi? O'zimiz terganmi buni? Aha, To'ppa-to'g'ri-ku, jura. To'ppa-to'g'ri-ku mana. Aniq o'zimiz tergan, ha? o'zimiz ha. Gap yo'q lekin. Qarada, azamat, qarada bu. Yomg'ir bor-ku, bu tomon ketish kerak-ku, bu tomonga ketyapti. Qanaqa noinsof ustolab tergan buni? Usta bu, o'tgan yil o'zimiz terib ketdik-ku buni. Seriozmi? Aha. Udar lekin. Azamat, qara, vobshe egri-da bu. Usta bu, lekin buni biz qilmaganmiz. Biza termaganmi? Yo'q. To'g'ri-da. Usta bobo obedga makaron yeysizmi yoki obdobcha ichasizmi? O'g'loy, sanmi? Turob aka, sizmi? Mani kutmasdan shu xonadonga kelin bo'libsan-da. Ha, menga teg. O'zim seni boy qilamadim. Mardikorligingizni qilib yuribsizmi? Qanaqa maddikor, prorabni kattasi bo'lganman, qo'limga 400 ta odam ishlaydi. Qanchadan-qancha men mashinalarim bor, qanchadan-qancha uchastkalarim bor. Yomon katta bo'yligim bor. Mana tegmading, ana o'zing qilding ana. O'sha paytlar meni bir tinga ilmasdan, meni mensimagan eding. Ko'rdingmi, qanday kuchayib ketdim. Usta bu, usta bu. Yangam telefon qilyapti. Nimaga tinchlikmi? Uyingizga majburiy ijrodan kelib, televizor xaladelik nima bo'lsa, O'g'loy. bankdan ham qidirib kelgan. 600 million kredit olgan edingiz-ku. Shunday qidirib kelibdi sizda. Hazil, ha? Usta bu gap kelganini aytib olay. Mendan ham 1 million qarzingiz bor edi, bering shuni. Iflos ekan. Ha, boyvachcha, kim bu? Bumi? Bu Qavmbek bu. Mana shu yerga qo'yasizda. Azamat, bir pul qilling hammasini.